Demak, quyidagi faktorialga doir misolni ko'rib ketamiz. Bu yerda 1 faktorial, 1 kara 1 faktorial, 2 kara 2 faktorial, 3 kara 3 faktorial va hokazo n kara n faktorial. Mana shunday ko'rinishda misol berilgan bizga. Demak, o'sha mana bu yerdagi birlarni, faktorial oldida turgan sonlarni sal boshqacha tartibda yozib chiqamiz. Xo'p, ya'ni birinchi 1 ning o'rniga 2 minus 1 ko'paytiruv 1 faktorial, 2 ning o'rniga 3 minus 1 ko'paytiruv 2 faktorial, plus 3 ning o'rniga 4 minus 1 ko'paytiruv 3 faktorial va hokazo. N o'rniga, demak, n plus 1 minus 1 ko'paytiruv n faktorial desak bo'ladi. Ana endi bu yerda qavsni ochamiz. 1 faktorialni ham birinchisiga ham ikkinchisiga ko'paytiradigan bo'lsak, 1 faktorialni 2 ga ko'paytirsak, u 2 faktorial bo'ladi. Minus 1 faktorial. Keyingisida 2 faktorialni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, endi u 3 faktorial bo'ladi. Minus 1 ga ko'paytirsak 2 faktorial. Keyingisida esa xuddi shunday 4 faktorial minus 3 faktorial bo'ladi. Va hokazo. Bu yerda ham n faktorialni n plus 1 ga ko'paytirganingizda n plus 1 faktorial bo'ladi. Minus 1 ga ko'paytirsak n faktorial. Endi bu yerda yana qisqaradigan xatlar paydo bo'ldi. 2 faktoriallar, 3 faktorial, 4 faktorial ham qisqaradi. Mana bu yerda n faktorial qisqaradi. Chunki bundan bitta oldingida n faktorial paydo bo'lardi. Xo'p, shunda javob qolyapti n plus 1 faktorial minus 1 faktorial yoki n plus 1 faktorial minus 1 desak ham bo'ladi buning javobini. Javob shunga teng. Shu va shunga o'xshash misollarning yechimini o'rganmoqchi bo'lsangiz, albatta bizni Telegram kanaliga a'zo bo'ling.